Assalomu alaykum. Kelin Pro Max ko'rsatuvini ashaddiy muxlislari, teletomoshabinlari, mana asal shakar kelinlarim yoki endi erga tegmoqchi bo'lgan kelinlarim. Bugungi ko'rsatuvimiz yana bir ajoyib mehmonlari tashrif buyurishgan. Kim deysizlarmi? Hozir mana sizlarga ko'rsataman. U ajoyib blogerimiz o'zlarining bloglari bilan xalqimizni, elimizni go'zal uy bekalari ayollarni ko'ynidan joy olib kelayotgan Dildoraxon va ularning turmush o'rtoqlari Oybejon. Assalomu alaykum. Oybejon to'xtamay voytaber menga qarab kulyapti. Yo buvsini ko'rgandek bo'lyapti. Yo ammasini ko'rgandek bo'lyapti. Xullas ikkovidan bittasi. Xush kelibsizlar bolalarim. Xushvaqt bo'ling. Yaxshimisizlar? Xonadonlar tinchmi? Tinch, alhamdulillah. Sog' salomat, yaxshi keldinglarmi? Ko'rganimdan xursandman. Endi meni sizlarga beradigan savollarim bor. Sizlarni ham shu muxlislarga gapiradigan o'zingizlarning fikringlar, haqiqatinglar bor, ha? Nimaga endi bu ko'rsatuvda faqat qaynona kelinlarni chaqirasiz-ku, bu safar er xotinlarni chaqirdingiz degan savol bo'ladi-da. Shu narsaga bir oydinlik kirib o'tib ketishimiz kerak. Sizni qaynonangiz ketib qopdilar-yu. O'zi u yoqda yashaydilar, Turkiyada yashaydilar. Ha. U yoqda yashaydilar necha yil? 17 yilmi? 15-17 yil ichida o'sha yerda yashaydilar. Bu yoqqa Toshkentga kelib turadilar, yilda bir marta kelib turadilar. Bir marta ikki. O'shaning uchun endi siz xo'jayingiz bilan kelishga qaror. Biz endi to'g'riroq o'zi xohladik xo'jayingiz bilan kelishingizni, chunki kuzatdik, o'rgandik, qaraso xo'jayingiz bilan juda ham chiroyli kontentlar qilar ekansizlar, bir-biringlarni tushunib, xalqqa, elga yoqadigan chiroyli videolar chiqarar ekansiz. Shuning uchun endi ko'proq shu ijodiy suhbat quramiz, hayotiy suhbat quramiz. Endi menda bir nechta savollar bor. Aynan shu sizni kuzatuvchilaringiz tomonidan, men tomonimdan shu savollarga endi bir javob berasizlar. Voy bu hozirgi kelinlarchi hamma narsani bilish kerak. Uy tutishi ham, kuydirib pishirishi ham, o'ziga qarashi ham. Voy men buning uchun zo'r kurs topdim. Kelin Pro Max kursi. Ushbu kursda 50 dan oshiq pishiriqlarning retsepti, undan tashqari psixologiya o'quv sirlari, undan keyin mana har xil makiyaj qilishni ham o'rgatishadi. Uyga qanaqa saramjon sarishta qilish kerak, hammasini o'rgatishadi. Albatta ushbu kursda o'qib o'z bilimlaringizni, o'z tajribalaringizni yanada ko'proq oshiring. Mabodo yana ham to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, mana shu izohlardagi havola orqali o'tib olsanglar bo'ladi qoqindo'lar. Qattiqlar qursin. Endi Dildoraxon qizim, turmush o'rtog'ingiz bilan qanaqa tanishib qoldinglar? Shundan boshlaylik. Endi bu savolni ko'pchilik bersa kerak, Instagramda. Endi bilmaydiganlar ham bor deb bir aytib o'tib keting. Turmush o'rtog'im bilan o'zi qarindoshimiz, ya'ni Oyjon bilan mana Adam xolavachchalar. Opa-singilli farzandlari. Biza opa-singilli nevaralarimiz. Ana bo'lmasam, qarindoshchilik joylar bor ekanda. Juda yaxshi. Demak, yoshlikda любовь bo'lganmi? Biz tomondan bo'lgan. Sizdan bo'lgan, bu yoq tomondan nima bo'lgan? Ignor bo'lganmi? Bilmaganman. Payt detskiy bo'lgan. Akasi o'ynab yuradigan payt bo'lgan. Ana bo'lmasam. Yoshinglarda necha yosh farqi bor bolam? Tengmiz. 4 oylik farq. 4 oylik kattalar. Bular kattalar, 4 oylik. Yoshlarda deyarli katta farqi yo'q ekan, lekin endi baribir sizlarning fikrlashingiz endi bu boshqacharoq bo'lgan ekanda, kattaroq bo'lgan ekan. U yil pastroq qaragan ekansiz, kattalingizga. Endi bir yana bir savolim bor. Bu narsani to'g'ri qabul qilasizda endi. Turmush o'rtog'ingiz qizingizni qanaqa qabul qildi? Va qizingizga qanaqa ota bo'lyapti? Endi bilmaganlar bo'lsa, aytib o'tib ketaman. Bular mana ikkinchi turmushimlar. Birinchi turmushimdan bitta qiz farzandim bo'lgan. Keyin qizim endi 4 oylik bo'lgan, men ajrashgan paytim. 2 yoshda suvchi qo'yib, suvchi jo'natganlar. Undan oldin men nomzodlar bo'lgan. Bulardan onam xabarlaganlar. Nomzodlarning hammasini yer tishlatganmiz. Ana, yer tishlatganlar. kurashganmiz. Endi savolim bor yana sizdachi? Sizda ham birinchi turmushingizmi? Dildoraxon, sizdagi birinchi turmush. Sevgini ko'ryapsizlarmi? Muhabbatni. Bu juda bir katta yurak kerak bu narsaga. Shuning uchun ham qarshi bo'lganman. Erkak qila olmaydigan mard kishi qilgan ekanlar. Xo'p, davom eting bola. Qarshi bo'lganman, chunki endi uylanmagan yigit bo'lganlar. Bo'ydoq yigit. Bo'ydoq yigit. O'zbekchilik bizda qanaqa qabul qilishadi, atrofdagilar, o'rtoqlari. Undan tashqari farzandimga qanaqa otalik qiladilar degan endi ko'p o'y fikrlar bo'lgan.
No, mana taqdir ekan, Xudoga shukr. Qizimni o'sha birinchi uchrashuvga olib chiqqan kunimdan qabul qilganlar. Hozirgacha mana oradan 4 oyligida ajrashgan bo'lsa, hozir qizim 14 yosh. Shuncha yil ichida mana o'zlarini farzandlaridek qilib o'stirib, o'qitib qabul qilganlar, Xudoga shukr. Bu juda bir katta tavakkal desa ham bo'ladi. Chunki ayol kishiga osonroq bo'lishi mumkin bolam, lekin erkak kishiga bu qiyinroq. Chunki ko'chadan, oshna og'aynisidan, atrofdan, qarindosh urug'dan eshitadigan gap so'zlar erkak kishini sindirib qo'yadi. Mana shu narsalarga chidab qilich ko'tarib jang maydoniga kurashaman deb chiqdimi, haqiqiy erkak ekan. Siz haqiqiy erkakka uchratibsiz hayotingizda, mana chin erkakni. Qadriga yetib yashang. Xudoga shukr. Endi demoqchi bo'lganim, xo'jayiningiz, qaynonangizga mana shunga uylanaman, qizi bilan qabul qilmoqchiman deganlarda munosabatlari qanaqa bo'lgan qaynonani? Oyim o'zlari shu taklifni berganlar. Ana bo'lmasa. Bu qanday oila bo'lishi mumkin? Qaranglar, ko'ngli ochiq, samimiy, qoyil, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Qarshilik bo'lmagan. Bo'lmagan, hech qanaqa gap Hech kim so'z. qarindosh urug'chilikda ham hech kimda qarshilik bo'lmagan. O'shaning uchun hamma hayron bo'ladi. Bizda qarshiliksiz bo'lgan to'yimiz, suvchi bo'lib kelishgan. O'zi Oyjonga etom yurganlar, Oyjon keyin bizanikiga shu Turkiyadan kelib mehmonga kelgan paytlari keyin shunaqa uyga o'tirib, o'g'lim shunaqa agar rozi bo'lsang Dildorani kelin qilsay deganlarda, xo'jayinim o'zi etom yurdim degan ekanlar-da. O'zlari Onasiga, ona bilan ekanda. Demak, siz onangizga babu ko'nglim bor ona, mana shu qizda degan bo'lsangiz, menimcha shu yuraklariga tugib qo'ygan bo'lsalar kerakdir-da. Yo'q, unaqa bo'lmagan, unaqa deyilmagan. Nimaganmisiz? Unaqa deyilmagan. Endi nima deydi? Ilohiy endi qiladi, bu yoq. Birdan bo'lib ketgan, Birdan yo'l bo'lib ochilib ketib ketganda. qolgan-a? Alloh ishlari deydi-yu, Alloh ishlari bu. Alloh ishlari. Yaxshi. To'ydan keyin mana qaynonangiz bilan munosabatlar qanaqa bo'ldi? Dildoraxon, yaxshi bo'ldimi? Qanaqadir baribir yuziga solib qo'yadi kimdirlar. Ay, mana o'g'limga kimlar tegmasdi, qiz bolani olib berardim, daraxt bir tepsa qiz yog'ilardi. Bo'ladi-ku endi kelishmovchiliklarda. Shunaqa vaziyatlar o'tmaganmi? Yo'q, Oyjonni endi mana auditoriyamda taniydiganlar ham bor. Hech qachon shu kungacha alhamdulillah oramizdan bir samman bo'lmagan. Umuman bu temada emas, boshqa anaqa mayda-chuyda oilaviy ro'zg'or ishlarida ham umuman kelishmovchilik bo'lmagan shu kungacha. Xudoga shukr, qizimni ertasi kuni o'zi o'ylab yurganimda, to'y nikohimizdan keyin to'y tugagandan keyin onam olib ketganlar-da. O'ylab yursam, keyin Oybek qizingni olib kelgan deb, o'sha ertasi kuni olib keltirganlar uyga. Demak, qaynonangiz qizingizni qabul qilganlar. Oyjon. Nevaralaridek. Oyjon shuna o'zi juda bolajon oilalar, bular ham Oyjon ham bolani begonasi bor deb hech birovni bolasini ham silab ana qilib keturadilar. Endi meni qizimni-ku o'zlaridan a'lo qilib ko'tarib yurishadi. Har yili mana hozir ikkita qizimni ham o'sha Turkiyaga olib ketib, o'sha 3 oy kanikularda o'sha o'zlari qarab o'tiradilar qizlarimga ham. Mana, gap bo'lishi mumkin emas. Ilohim, qaynonangiz umri uzoq bo'lsin. Sizlarning rohatinglarni rohatlarda ko'rib yursinlar. Shunaqa sizlarni tushunib, bunaqa oqila, bunaqa tushunadigan, Allohdan qo'rqadigan ayollar juda kam, qaynonalar juda kam. Qadriga yetib yashang qaynonangizni. Ko'rib turgan bo'lsalar ham umringiz uzoq bo'lsin. Bir oilani shunaqa baxtli bo'lishiga, bir qizni otali bo'lishiga, kamomatini yuragidagi bir og'riqlarini to'ldirib, o'zini otasini, onasini his qildirib katta bo'lishiga siz juda katta hissingiz bor ekan. Oynanib keting, qoqinda umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu farzandlaringizni, nevaralaringizni rohatlarda ko'ring. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizlar nomingizda rahmat aytib qo'yma, qarasam hech onanglarga rahmat aytmayapsizlar. Xo'p, yana bir savolim bor Dildoraxon. Endi bu savollar juda ko'p beriladi, lekin menga qisqa va lo'nda javob bering. Baxtli oila bo'lishi eng asosiy siri nimada? Baxtli oila bo'lishi eng asosiy siri baribir erkak kishida ekan. Ayol kishi, ayollarimiz, o'zbek kelinlar hamma sharoitga ko'nikuvchan bo'ladi. Emotsionalniy bo'ladi, jahli chiqib ketadi bir xillarda. Farzandlarning tarbiyasida depressiyalar tug'ruqdan keyingi erkak kishi tushunib, podдержка qilib tursa, shu oila chiqib ketar ekanda. O'shani mana necha yillik turmushimdan bilaman. Xudoga shukr, turmush o'rtog'im har tomonlama
farzandlarimni tarbiyasida ham, ishimda ham podдержка qilib, Qo'llab-quvvatlab, qo'llab-quvvatlab kelyaptilar. Shu kungacha, shuning uchun mana oilamiz shu kungacha yetib keldi. Xudoga shukr. Siz bolam, endi sizga ham bir ikkita savollar beraman deng. Baribir oilani qo'rg'onisiz, oilani boshlig'isiz, farzandlari otasisiz, o'g'ilsiz, ersiz, kerak bo'lsa akasiz, ukasiz deylik. Bu narsalarni birdek ushash oson emas, to'g'rimi? Har xil gap so'zlar, ko'chadan kelgan, har xil izohlarda keladigan yomon izohlar, kommentariyalar deylik. Erkak kishiga og'ir, oson emas. Bunaqa vaziyatda siz qanaqa yengib o'tib chiqib ketasiz? Baribir qisman ayolingiz bilan maslahat olib, kelishib, boshiga qo'yib, ko'p erkaklar ayoli bilan maslahatlashmaydi. Deydi, ayol kishisan, sen o'chir, chekagini yopib chiqib ketadi. Do'st bo'lib, sirlashib, ayoldan maslahat olsa g'ururi to'kilib qoladimi, bilmayman. Sizda qanaqa kechadi bunaqa vaziyatlar oilada? Shu aytganingizdek, men maslahatlashaman, lekin ayolim bilan maslahatlashaman ko'p narsada. Chunki bejizga ayol yaralmaganda. To'g'ri. Shu erkak kishini shu unga chapga qilib turishga ham, nafsini, hovrini, jahlini bosib turish uchun ham yaralganda ayollar. Shuning uchun bir maslahatlashib turamiz. Lekin boshlik birinchi bergan savollaringizga javobim, biz yoshlikdan bitta duo olib katta bo'lganmiz. Erkak kishini boshi faqat sajdada bo'lsin deb, shu alam yutsa ham sajdadamiz. Faqat Allohdan so'raladi. Allohdan boshqa yordam beradigan hech kim yo'q. 100%. Bu aniq bilasiz. Boshingizga og'ir kun kelganda asosan bilasiz hammani qanaqaligini, faqat Allohdan so'rash kerak. Albatta. Allohga yuzlanish kerak aslida. Xo'jayingiz qaysarmilar? Yo'q, qaysar emas. Qaysar edim. Majbur Majbur bo'ldim. Bosildingizmi? Yo, sho'x bo'lganlar, qaysar bo'lib o'zlarini aytganlarini qiladigan emas, lekin sho'x yigit bo'lganlar. Endi qarindosh bo'lganimiz uchun yoshliklarni bilardim-da, o'zim opacham bularga kenaya bo'lganlar. Keyin sho'x yigit bo'lganlar, ko'chada hamma ishkallar bo'lsa, hamma ishkallarda qatnashganlarda, sovchi bo'lib kelishayotganda, "Yo'q, men tegmayman" deganman-da. Tegmayman. Ko'cha havolaganmi bu deb? Yo'q, men aniq uzil kesil yo'q deganman. Keyin, "Yo'q, hozir oilali bo'lib o'zlari ham aytadilar. Hozir ko'zim oldida bolalarim keladi. Bir nimaga qo'l urishdan oldin bolalarimni o'ylayman" deb ancha quyilib, haqiqiy oilasini yaxshi ko'rgani baribir birdaniga odam yuzidan bilinadi-da, oilaparvar, farzandlarini yaxshi ko'radigan erkak kishi baribir birdaniga bilinadi. Chunki o'zini bosib olgan og'ir bosiq inson ekan, turmush o'rtog'ingiz, ko'z tegmasin. Jahllari tezmi? Yo'q, jahllari ham hech bizaga qilmaydilar endi ko'chada oshna og'aynalar bilan bir yomon tomoni ham bormi xo'jayiningizda? Faqat maqtab o'tiribsiz. Yo'q, haqiqatda, lekin hech qachon meni yomon tomonlarim ko'proq. Jahlni uyda ko'rsatmaymiz. Uyda hech qachon ko'rsatmaydilar. Mana jahlni xotinga ko'rsatadi, uyda ko'rsatadi ko'p erkaklar. Mana hozir eshitib olsizlarmi, jahlni uyda ko'rsatmaymiz deb. Mujikcha gap bo'ldi. Shunaqa bolalarning oldida ham hech qachon o'zi kelishmovchilik bo'lib qolsa, nimadir bahslashib qolsak ham bolalarni har doim chiqarib turadilar. Biz o'zimiz gaplasha olamiz deydilar. Bolalar eshitmasin. Hech qachon bolalarimiz hech qachon bizani urushganimizni ko'rmagan. Qizlarim katta bo'lib qolganda, ularning qalbiga yomon tegib qolishi bor. Endi er-xotin o'rtasida baribir bo'ladi. Любой narsa bo'ladi. Endi baribir bolalar ideal ota-onani ko'rib katta bo'lish kerak-da. Kamchilikni ko'rish kerak emas. To'g'ri. Ertaga masalan hammani Alloh qo'shgan taqdiri bor, qismati bor. Bolalarimizni ham inshaalloh ertalab u ertaga kelajakda o'zini tengi keladi. O'shanda ham bular ham xuddi shunaqa biza qilgan yo'lni qiladi-da. Shu yo'sda ko'rganini qiladi deb bekorga aytmaydi-da. To'g'ri. Haligi er-xotin o'zi haqiqatdan farzandlarning oldida janjallashib bo'lmaydi. Hurmati to'kiladi, siri qolmaydi. Oila shunaqa ekan deydi, qo'rqib qoladi qisman ma'noda. Siz farzandlaringizga otasini qanaqa deb ko'proq maqtaysiz? Masalan, baribir ko'proq bilasizmi, qiz bolalarga otasi uni qahramoni bo'ladi. Shunaqa. Qiz bola otani o'ziga qahramon deb biladi. Shunaqa insonga turmushga chiqishni xohlaydi, shunaqa mehr kutadi, otasi bilan solishtiradi ko'proq qizlar, Shunaqa. Sizlarda qanaqa vaziyat? Nechta farzandlaringiz bor-u va qaysi farzandlaringiz ko'proq adasini yaxshi ko'radi? 3 ta farzandimiz bor, xudoga shukr, 2 ta qiz, bitta o'g'il. Endi otasini maqtashimga hojatam yo'q, chunki otasi baribir
ming maqtaganingiz bilan bu yoqda ko'rgani boshqacha, gapirganingiz boshqacha bo'lsa, farzandlar hozirgi bolalar ayniqsa juda yaxshi ajratib ola oladi. Shuning uchun Zehrli juda. ular ko'rib katta bo'ladi, otasini ham, onasini ham qanaqaligini ularga bir ortiqcha maqtashni hojati ham yo'q. Katta qizim 1,5 yil bo'ldi. Endi haqiqatni bilganiga, shunaqa men ich-ichimdan sezardim. Ertaga baribir haqiqatni bilsa ham to'g'ri qabul qiladi. Agar qisinib, qimtinib katta bo'lganida bekorga emas ekanda, qonun boshqa ekanda degan narsa o'tmasligiga ishonardim. Va aytganimdan keyin shunaqa chiroyli qabul qildi. Adasini ham, buvsini ham, men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Sizlar menga boshqa ada kerak emas, ular meni adam deb shu qabul qildi. Buni otasini bir ota beradigan yetarli mehrni olibdi-da qizingiz. Shunaqa. Shuning uchun endi u hech qachon hayoliga ham boshqa otani sig'dira olmaydi. Shunaqa. Bo'ldi, qahramoni u mana shu turmush o'rtog'ingiz otam deb qabul qilgan, bo'ldi, u narsa qolib ketdi miyada. Ilohim oxirigacha bo'lsin. Shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Mana oilada juda bir katta stresslar o'tib, qiyinchiliklar, gap so'zlar o'tib, hamma narsadan to'yib, mana shu hiqildog'ingizga bir narsa tiqilib qolgan paytda irohatdan yolg'iz qolib ketasiz-da. Atrofdan uzilgingiz keladi, dunyodan uzilgingiz keladi. Shunaqa paytlar sizlarning hayotingizda o'tganmi? Haligi o'zingizlar yolg'iz qolib ketib, shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, ota-onangizga ayta olmaysiz dardingizni, farzandlaringizga ayta olmaysiz, do'stlaringiz, qarindoshlaringizga ayta olmaysiz. Faqat yolg'iz Alloh biladi, sizlar o'zingizlar qolib ketgansizlar shunaqa vaziyatlarda. Bu vaziyatdan qanaqa yengib chiqib ketgansizlar-yu, dunyodan uzilish uchun qanaqadir bir sayohatga chiqqanmisizlar deylik. Ha? Mana shunaqa g'am g'ussalardan chiqib ketish uchun qanaqa yo'l tutgansizlar? Bo'lganmi hayotingizda shunaqa qiyinchilik, stress vaziyatlar? Stress vaziyatlar bo'lib turadi. Ishda kasallik bo'lib qoldi. Endi 1-2 kasalliklar bo'lib qoldi orada. Shunaqalarda xuddi siz aytayotganingizdek endi yolg'iz qolasiz. Kimga dardingizni aytishni bilmaysiz. Masalan, o'zimiz qildik, o'zimiz yugurdik, tanish bilishlarga ham bordik. Hamma qo'ldan kelgancha yordam ham berdi. Va bir oxirida o'zingiz qolib ketasiz. Ming kim tomonidan, hamma tomonidan yordam kelgani bilan baribir oxirida baribir o'zingiz qolasiz. Yechimi o'zingiz. Yechimi o'zingiz. Yo'q, shunda ham bilmadim, yelkani yelkaga qo'yib, qo'lni qo'lga berib o'tib ketdimiz. Hali yana kelajakda qanchasi bor, hali qancha sinovlar oldinda. Shunchasidan o'tmasa, ya'ni qolganiga ham o'tamiz, xudo xolis. Shunaqa paytda ketdik xotini, yig'ishtir narsalaringni, sayohat qilamiz deysizlarmi? Qilamiz. Endi chet elga emas-da. Chorva morva, suku, yo'q, sharchara, nanay-panay qilib kelamiz. Juda yaxshi. Chet elga endi bolalarimiz bilan chiqamiz baribir. Bu yerda tashab ketishga chunki oyijon yo'la, o'zimiz alohida. Baribir nima deydi? Ana eski shaharlikda deydimi, shunaqada, ya'ni bizlarni alazizlarga endi hozir alazizlar nomi o'zgarib ketgandir. O'sha oldin nomi C5 bo'lardi. O'shatlar haligacha o'shatlarga borib, masalan, qanaqalarni yechib kelamiz, g'uborlarni. Ana. Eski o'sha sovetskiy paytdagi marojniy hali ham bor. Shuni olib shunaqa yuramiz. Juda yaxshi. Bu aslida juda yaxshi. Odam o'zini o'zi stressdan olib chiqmasa, o'zini o'zi yaxshi ko'rmasa, bu botqoqqa botib kirib ketaverasiz. Shunaqa. Hayotingiz muammo ustiga muammo kelaveradi. Haqiqatdan da odam avvalo o'zini avaylash kerak. Sog'liq bo'lsa qolgan hamma narsa topiladi. Xotirjamlik bo'lsa hamma narsa topiladi, qoqinda bilan. Endi yana bir qiziqtirgan savollar bor-da. Instagramda blog yurg'izish. Mana blogingizni juda ko'p muxlislaringiz, obunachilaringiz tomosha qilishadi. Qayerdan tug'ilib qoldi bu blog yurg'izish? Yo qanaqadir bir qiziqishga qo'yib ko'ruvdingiz, omadli bo'lib topga chiqib ketib qoldimi va xo'jayingiz bilan kontent qilishingizga nima sabab bo'ldi? Va ulardan keladigan izoh, yaxshi yoki yomon izohlarni qanaqa qabul qilasizlar? Mana shu haqida biroz gaplashamiz endi. O'zi Instagram endi ochilgan paytida kirganmiz. U paytda hali u paytda bloger degan tushuncha ham oxirgi dinozavrlar yurgan payti edi. Ana. Oxir o'ldirib keyin kirdi. Hali bloger degan tushuncha o'zi yo'q bo'lgan. Endi unda ham videolar bo'lmagan, rasmlar qo'yilardi faqat. Men endi o'zimning hunarim bor, stilist, vizualistlik. O'sha ishlarimni qo'yardim. Oilada bular bilan, o'sha qizim bilan rasmlarimizni qo'yardik. Shu bilan sekin-sekin Instagram rivojlandi, videolar, rasmlar qo'yishni boshladik. Keyin o'zi
auditoriya bloger deb qabul qildi. Taqdirim endi o'zbekchilik anaqasidan sal noodatiy bo'lgani uchun ham qiziqish bildirishdi. Farzandi bilan qabul qilgan ekan deb o'shanga shu bilan qiziqib auditoriya ko'payib ketdi va oilaviy kontentlarimiz shu live bizaniki live videolarimizni, rasmlarimizni qo'yganimizdan keyin shunaqa auditoriya kengayib ketdi. Demak, mana ko'pda izohlarda baribir odamzod borki gapiradi. Odamzod borki baribir pashshadan fil yasab, topaman degan joydan baribir topib oladi. Mana shu yomon izohlar sizlarga qanaqadir qisman yomon ta'sir qilmaydimi? Va erkak kishiga ham yomon ta'sir qilishi mumkin bu narsa. Bizani o'rtamizdagi munosabatga ta'sir qilmaydi. Xo'jayinim ayniqsa qo'ysing, men endi sal emotsionalroqmi bir xildan yig'layman, jahlim chiqib ketadi. Yozganiga atvet qaytarib, javob qaytarib qilgim keladi. Qo'ysingchi, o'chirib tasha, blok qilib tasha deydilar. E'tibor qilma deydilar. E'tibor qilma deydilar. Bular chunki umuman odamlar gapiga e'tibor qilmaydigan xildalar. Men ham endi sekin-sekin moslashib o'rgandim e'tibor qilmaslikka. Ana, sizda bo'lganmi mana shu ijtimoiy tarmoqda, Instagramda yomon izoh yozganlar bilan urushib yoki bir ko'rishib, razbor qilib bo'ladi-ku haligi? Bo'lgan. Bo'ladi. Endi u chegaradan o'tib ketgan holatdagina bo'lsa, baribir erkak kishini g'ururiga tegib qo'yadi. Chegaradan o'tib ketadi, baribir mushu deb borsiz. Mushu miyav qilib turadi. Shu bu bor narsa bu. Bu bor. Voy, nimada ijtimoiy tarmoq Instagramda haligi knopkalarda she'r yozganda. O, she'r. Bir ikkita bo'lgan. Ko'p emas, bir ikkita bo'lgan. Ko'rishsiz, shu mulla menga eshik bo'lib qoladi bular. Nima deysiz? Kimda qaraysiz, qo'y hozir vaqtimni ketkazib nima qilaman? Hozir buni qidirib topib boraman, yana menga mishig'ini qizib yig'lab o'tiradi deysiz. Vaqtingizni bekorga sarflagingiz kelmaydi. Mayli, bunaqalarga insof bersin. Nima bo'lsa ham baxtli oilaga havas qilish kerak. Baxtli mana chiroyli kontent qilayotganlarni qo'llab-quvvatlash kerak. Shuning uchun doim hamma narsaga yaxshi ko'z bilan qaralsa, men o'ylaymanki, sizning hayotingiz ham shunaqa yorqin bo'ladi, quvnoq bo'ladi va siz shunaqa ajoyib baxtga erishasiz. Hamma narsaga chiroyli ko'z bilan qaranglar, o'rtoqlar. Illat qidiraman desanglar, o'zingizlarning hayotingizda illat bo'lib yotibdi. Bo'ptimi? Topaman desa, o'zingizlarning hayotingizda muammo qaynab oshib-toshib yotibdi. Birovni hayotini muhokama qilib, birovni oilasini yomonotlik qilguncha, o'zingizlarning hayotinglarni ramkaga solinglar. Bu o'sha yomon izoh yozadiganlarga gapirib o'tib ketyapman deb, yaxshi insonlar ham yo'q emas. Havas qiladigan insonlar ham yo'q emas. Xo'p, endi tezkor savollarga o'tamiz. Er-xotin ikkalanglarga savollarim bor. Bu norm yoki g'alati? Men o'qiyman, norm deysizlar yoki g'alati deysizlar, xo'pmi? Xo'p. Demak, boshladi u. Er-xotin qaynonadan alohida yashashi, ya'ni onangizdan alohida xotiningiz bilan yashashingiz bu normmi yoki g'alatimi? Men uchun norm. Norm. Norm, ha? Xo'p. Qaynona o'g'lini kelindan qizg'anishi. G'alati. Kimdir qizg'anadi, kimdir qizg'anmaydi. Bu normmi, g'alatimi? Siz uchun normmi, g'alati? Men uchun g'alati bo'lsa kerak. G'alatiroq. Men uchun norm. Chunki men o'g'limni qizg'anaman. Qaynona kelinni har kuni ertalab vohli uyg'otib olishi. Ishi bo'lsa bo'lmasa. G'alati. Bizning hayotimizda bo'lmagan narsalarda, shuning uchun g'alati. Siz ham kelajakda qaynona bo'lasiz-da, qoqindu? Yo'q, men aniq g'alati bo'ladi. Bu narsa men uchun g'alati tuyuladigan qaynona bo'laman. O'zidan o'zi turib, ishingiz bo'lmasa ham turg'izib olish, qitmirlik qilib. Bu sizga qanaqa bu? Normmi, g'alatimi bu? G'alati bo'lsa kerak. Erkak kishilarga g'alatiroq deydi bunaqa narsalar. Bu mavzular kelinlarga xos-da. Farzandlaringiz sizdan ko'ra ko'proq buvisiga g'amxo'rlik qilsa, bu g'alatimi, normmi? Norm. Juda ham norm. 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 To'g'ri. Bularni Boshini ko'tarib yurish kerak bu dodalarni. G'animat bilib. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Ko'p kelinlar rosa haligi buvisini, dodasini yaxshi ko'rsa, bolasini qizg'anadi. Voy, hech ham deyman, oyijon qachon kelasiz? Olib keting nevaralaringizni deb o'tiraman. Juda ham norm. Chunki buvisini tarbiyasiga men 200% ishonaman. Har doim
juda ham bir tarbiyali bo'lib kelishadi Turkiyaga borib kelishgandan keyin. O'zichi oldinlari buvidan tarbiya topgan qizlarni kelin qilishardi. Shunaqa. Buvini qo'lida tarbiya topganlarga qiz uzatishardi, qiz berishardi-da, eskilar o'zi. Men o'zim ham buvim bilan katta bo'lganman. 95 urib qo'ygan. Hozir ham 95 yoshlar alhamdulillah. 95 buvida tarbiya topgansiz. Birga Bilinadi turganmiz. ko'rmasizlarmi? Har bir uyi par bor, kattalar ko'p narsa biladi-da. Masalan, men ham nevaralarimni ko'p tarbiyalayman-da, chunki kelinim o'ziga o'xshatib qo'ymasin deyman-da. O'shaning uchun kelinim qizg'anaveradi. Oyijon, unaqa qilmang, unaqa qilmang deb. Ertaga bir xonadonga boradi-da. U xonadonga moslashish kerak. Xo'p. Kelin ota-onani uyiga xohlagan payti borishi. Norim. Norim qaraysizmi, bolam? Ko'proq borsa ham mayli. Ana. O'zi har kuni kunda kunora oyimnikidaman o'zi. Bular ham Lekin yotib qolmasa bo'ldi. Ha, demak yotib qolmasin, lekin boraversin. Bu juda yaxshi. Bu juda yaxshi. Turmush o'rtog'ingiz sizga gulob kelsa-yu, onasiga gulob kelmasa. Agar oyijon bo'lib turib uyimizda shunaqa bo'lsa, endi oyijon bizdan uzoqda turganlar uchun endi oyijon bo'lmaganlardan keyin menga olib keladilar. Agar lekin oyijon bilan men bitta uyda o'tirib turib, bular oyijonga olib kelmasdan menga olib kelsalar, bu g'alati. G'alati. Albatta g'alati. Menimcha sizga ham g'alati bo'lsa kerak bolam. Onangiz turib xotinga gulob kelish. Mendek odam ham gapirib boraman, onang turib xotiningga olib kelsanmi, gul bermay qolib kel deyman-da. Masalan, siz o'zingiz ham ertaga kelin qilasiz, o'g'lingiz Albatta. xotiniga gulob kelib tursa, g'ashingiz kelsa kerak-a? Keladimi, kelmaydimi? Bilmasam endi o'sha paytda balki ko'ramiz. Qisman o'tsa kerak. Hozirgi holatimni o'ylasam yo'q. Endi baribir yoshimiz katta bo'lib, qanaqa qaraymiz bilmaymiz-ku. Bu paytda yana bir nima deya olmayman. Hozir lekin norim qarayman. Yaxshi, men gul yomon ko'rar ekanman. Men pul yaxshi ko'raman, Hoshimjon bolam. Gul o'rniga pul olib kelmanga, xo'pmi? Xo'p. Turmush o'rtog'ingiz oldida qaynona bilan gap tortishish, urushishingiz. Juda ham g'alati. Bizda bunaqa vaziyat bo'lmagan shu paytgacha. Lekin shunaqa vaziyatlar bo'lgan oilalarni endi bilaman, lekin juda g'alati. G'alati, bu juda ham g'alati. Qisman o'rgoriga ko'rib turgan kelinlar ham bor, shunaqalarga bir maslahat sifatida ham qabul qilishsin-da. Bu norm yoki g'alati? Bu juda g'alati. Nafaqat qaynona oldida, begonalarni, farzandlarni oldida ham turmush o'rtog'i bilan bahslash juda ham g'alati. Sizga qanaqa bolam? Endi norm demasam kerak. G'alati. Juda g'alati. Endi sizlar ham eshitib qo'ydi bu narsa deyimda endi siz ham bolam. Xo'p. Kelin bilan qaynonani oshxonasi alohida bo'lib qolsa, bor shunaqa hayotda bilasizlarmi? Bu qanaqa bu? Nima deylar, unaqa ro'zg'ori bo'ladi. Ro'zg'ori bo'ladi. Ro'zg'ori. Ha. Kosa tovoq bo'lsa kerak, bu ham g'alati. Juda g'alati. Endi ona bilan, o'vsin bilan bo'lsa endi bu norm. Lekin ona bilan juda ham g'alati. Qaynona kelinni kiyimiga aralashaverishi bu qanaqa holat? G'alati. G'appa g'alati. Sizga qanaqa bolam? Nimaga aralashish? Kiyinishi, yurishi, bunaqa kiyim. G'alati. Uni boshida eri bor, eri kontrol qiladi, to'g'rimi? Uni qaynona kontrol qilmaydi-yu, lekin bu joyni kelinimga ko'rsatmayman, chunki men kelinimni kiyimiga aralashaman-da. Xo'p. Er xotin alohida dam olgani chiqishi. Endi sizlarga bu savol berish ham hojat yo'q. Qaynonanglar, qaynonanglar uzoqda ekan, men savol berib o'tirman. Mayli, endi haligi qaynona bilan yashaydigan kelinlarga bir qanaqadir maktab bo'ladi-da. Yo'q, endi bu yozda kelganlarda ham oyijon yilda 1-2 marta kelsalar ham bolalarni har doim olib qolaman, o'zlaring keturlaring qayerga borsalaring deb o'zlari jo'nataveradilar. Biz endi tog'ga, bu yoqqa aylanishlarga ketamiz. 1 kun, 2 kun bo'lsa ham oyijon. O'zlari ham masalan bu joyga boradigan bo'lsalar, opa singillarda bolalaringni ollaring, o'tirlaring deyilib ketaveradilar masalan. Demokratiya deydi-yu. Unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa yo'q. Kommunizm. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Voy, oyoqlarim ham uyushib qoldi. Qarachiga qursin. Bo'pti. Voy, bu hozirgi kelinlarchi hamma narsani bilish kerak. Uy tutishi ham, kuydirib pishirishi ham, o'ziga qarashi ham. Voy, men buning uchun zo'r kurs topdim. Kelin Pro Max kursi. Ushbu kursda 50 dan oshiq pishiriqlarning retsepti, undan tashqari psixologiya o'quv sirlari, undan keyin mana har xil makiyaj qilishni ham o'rgatishadi. Uyga qanaqa saramjon sarishta qilish kerak, hammasini o'rgatishadi. Albatta, ushbu kursda o'qib o'z bilimlaringizni, o'z tajribalaringizni yanada ko'proq oshiring.
Mabodo yana ham to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, mana shu izohlardagi havola orqali o'tib olsanglar bo'ladi qoqindo'lar. Xatirlar qursin. Dildoraxon, yana bir sizni fikringizni bilmoqchiman. Baribir stajingiz bor. Hayotda achchiq-chuchuklarini ko'rdingiz. Oilani qanaqa ushlash kerak? Qanaqa kelin, qanaqa ona, qanaqa rafiqa bo'lish kerak? Baribir stajingiz bor-da, o'rgilib keting. Endi oila qurayotgan kelinlarga nima maslahat berasiz? Bering qizlarga. Chunki hozirgi juda ham sayoz fikrlaydigan bo'lib ketdi qizlar. Juda. Hamma narsaga tayyorga erishgisi keladi. O'zini ultimatumlarini qo'yadi haligi erkakka. Bu o'zini ota-onasidagi xonadondagi muhitda tushgan xonadoniga olib kirmoqchi bo'ladi. Haligi qo'pol qilib aytganda erkak kishini rulet qilmoqchi bo'ladi. Bu qanaqa zarar keltiradi bu oilaga? Nima qilish kerak ko'proq? O'zingizda tajribangizdan kelib chiqib qisqa balonda bir yosh kelin bo'lmoqchi bo'lgan qizlarga bir maslahatingizni ayamasdan bersangiz, ha? Eng avvalo sabrli bo'lish kerak qiz bola. Eng oilani mustahkamlaydigan narsa bu sabr. Har qanaqa vaziyatda shu sabr bilan, muomala bilan, kulib turishi bilan yengib ketadi. O'zimdan qiyos biz endi qizli uyimda juda ko'p mehmonlar kutganmiz. Buvim biz bilan yashaganlari uchun mehmonlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Hozirgi qizlarga yoqmaydi bu narsa. Lekin baribir o'sha yuzi, turmush o'rtog'ini o'zini yuzi men juda ham yaxshi ko'raman. Masalan, oyijon kelganlarida rosa mehmonlar kelishadi, xolajongalar kelishadi. Hammaligini kulib, chiroyli kutib olishga harakat qilaman. Hammaligini sevimli keliniman, Xudoga shukr. Fayzli xonadonga mehmon keladi, ostarasi qattiq xonadonga mehmon keladi, bitam kelmaydi. Oyijon o'zlari ham aytadi, shu kulib turgani uchun keligi kelaveradi deb aytadilar-da. Shunaqa kulib turish kerak, chiroyli muomalada bo'lish kerak. Qaynonam bilan murosai madora qilib, xo'p bo'ladi desa, o'sha yoqmasa ham xo'p bo'ladi bilan chiqib ketsa bo'ladi hamma vaziyatdan. O'shancha aytadi-yu, xo'p bo'ladini qoplab berib yuboring deyman qudalarimga. Xo'p bo'ladi bilan turmush o'rtog'i bilan chiroyli munosabatda bo'lish kerak. Chunki oiladagi eng kelin uchun eng yaqini turmush o'rtog'i bo'ladi. Turmush o'rtog'ini ko'p bilaman, qizlarni, yangi kelinlarni orqasidan turmush o'rtog'i haqida yomon gaplar gapirishadi. O'rtoqlar bilan u oilani sirimi oiladan o'zida qolish kerak-da. To'g'ri. Mana shu gapingizga qo'shilaman. Ertaga turmush o'rtog'i bilan yaxshi bo'lib ketish mumkin, lekin o'sha ota-onasiga obro'sizlantirib qo'yadi-da. O'sha ota-onasiniki mehmonga borishi bor, kuyovni baribir ichidan kulib turgan bilan ichidan baribir qirinda o'tadi-da. Har doim maqtab turib, shu yaxshisini oshirib yomonini yashirib tursa, chiroyli muomala hamma tomonlama oilani shu ushlab turadigan kelinlarga bog'liqda. Qaynonaga deyshadi, lekin kelinlarga ko'p narsa bog'liq. Ayol kishiga qaynonaning ko'nglini chiroyli qilib oladigan ham shu kelin bo'ladi aslida. Erkak kishini haqiqiy erkak qilib ko'rsatadigan, aytganingizdek haligi yaxshisini oshirib yomonini yashirib deydi-yu. Bu ayol kishiga bog'liq. Ayol kishi shu oqila bo'lsa, zukko bo'lsa, men o'ylayman, u erkak ham, u er ham unaqa ayolni behurmat qilmaydi, qoqindu. Ardoqlab yashaydi. Kim qo'yaveradi bunaqa ayolni? Mani borimda yo'g'imda chidab yashasa, ko'niksa, men bilan yelkama-yelka kurashsa, farzandlarimni oq yuvib, oq tarab onamni hurmatini qilib o'tirgan bo'lsa, men bu ayolni qadriga yetib yashamay bo'larmi deydi. Boshiga ko'tarib yashaydi. To'ppa-to'g'ri juda ko'p narsa ayol kishiga bog'liq. Ana onanib ketdinglar, o'rgilib ketdinglar. Hozirgi mol dunyoga o'ch bo'lib, oilalarni parokanda qilmanglar. Erkak kishini rizqi ko'chada. Omadi ham qaysi payt kelishini siz bilmaysiz, o'rgilib keting. Bir omad keladi, o'sha bo'lmaydi. Shuning uchun borida ham, yo'g'ida ham sabr qilib chiroyli yashasanglar, men o'ylayman, hayotingiz juda bir mukammal bo'ladi, chiroyli bo'ladi, havas qilgudek bo'ladi. Shuning uchun eringlar har xil narsa talab qilaverib, uni qilib berib, uni qilib berib, ana uni eri o'qib beribdi, uni eri u yoqqa boribdi. Yo'q. Eng muhimi sog'lom shu uylarda, bir xo'plam choyi, beminnatgina xotirjam oila davrasida ichganga yetmaydi, o'rgilib ketinglar. Hamma narsani vaqt soati bor. Erkak kishini tushunish kerak, ardoqlash kerak. Erkaklar sizlar ham xotinlarni ardoqlanglar. Anaqa motivator bo'lib ketdim men. Xullas,
Tashrifinglar uchun rahmat. Rahmat. Iloyim qo'sha qarib baxtli bo'linglar, uvali juvali bo'linglar. Farzandinglarning rohatini ko'ringlar, yaxshi kuyovlar kelsin, yaxshi kelinlar kelsin. Mana shu go'zal oilalarga ko'z tegmasin. Bloginglar gullab yashnasin, muxlislaringlar ko'payaversin. Rahmat. Hamma sizlarga havas qilib yashasin. Tashrif uchun rahmat bolam. Qo'sha qarib baxtli bo'linglar. Rahmat, sizga ham rahmat. Bu bolam meni ko'rsa shu ammasini yo buvisini ko'rgandek bo'lyapti. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana keyingi podkastlarimizni ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Abdinglar qursin. Bu hal podkastmidi? Bu podkast.